Salom, qanaqasizlar? Yaxshimisiz? Mana sizlar kutgan obzor. Mana o'sha legendarniy Malibu'ni ukasi, ya'ni qora Nexus 2. Hop, buni tashqi ko'rinishi navrotlariga keladigan bo'lsak, Gentra kraskasi. Birinchi o'rinda ko'zga tashlanadigan Gentra kraskasi bo'ladi. Uni takoy lyoqki bo'lib turgan nomerlari. Bir nomerlar bilan takoy turibdi. Hop. Bunda yana diska ballonlari juda ham yaxshi holat turibdi. Diska ballonlari kraska degan foto akkuratli haydalgan mashina. Akkuratli turibdi. To'g'ri, hop. Bo'ldi. Yana tashqi ko'rinishdagi navro'zlar bilan mashinamiz kruvoy tonirovka 100% kruvoy tonirovka bilan jihozlangan. Yana ko'zga tashlanadigan navro'zlardan bittasi. Hurmatli operator, orqa taraf nomerlarni ham bitta nomerlari bilan nima desa bo'ladi? O'ziga yarashib turgan nomerlar, o'ziga juda ham qattiq akkuratli turibdi, yarashib turibdi. Yana ko'zga tashlanmaydigan mayda jihatlardan biri, mayda jihozlardan bittasi. Orqasida, orqa bagajida kuzatuv kamerasi bor. Ya'ni video registratori ham bor. Video registratori ham bor. Hop, xullas mashinamizni ichki saloni, ya'ni salondan oldin yana bir mashinamizni yana bir jihati, yana bir navrozlardan bittasi lyuk qismi ham bor. Bu mashinaga lyuk qismi ham o'rnatilgan. Juda ham lekin akkuratli zo'r turibdi, zo'r holatda turibdi. Lyuki ham juda ham bir o'ziga yarashib turgan navrozlardan bittasi.